Folbilla bir kunda qancha topadi? Buni bilish uchun hamma joydan folbillarni qidirdik. Instagramda onlayn folbilla ko'payib ketibdi. Lekin biz mahallalarni qarab, bitta nomi chiqqan folbilni topdik. Borishdan oldin men o'zimga soxta muammolar o'ylab topdim. Ya'ni men uylanganman, bitta farzandim bor, lekin xotinimdan shubham bor. U menga xiyonat qilyaptimi yoki yo'qmi bilib berish kerak. Xullas men folbilni oldiga kirdim va muammolarimni aytdim. Rasmni olib keldingizmi? Telefonda rasm bor. Yo'q, telefon bo'lmaydi-da. O'zing rasm bo'lish kerak. Bitta o'zi tushgan rasm bo'lish kerak. Keyin rasmdan tashqari 5 ta ip olib kelasiz. 5 ta ip ham har xil rangda bo'lish kerak. Keyin mana bunaqa chopdan olib kelasiz bitta dona. Ertasi kuni biza folbin so'ragan hamma narsalarni yig'ib yana oldiga bordik. Aytgancha mehnatimizni qadrlash uchun like bosib qo'yinglar. Bu qizni ko'rib chiqdim kelinlar. Siz juda yosh uylangan ekansiz. Juda ko'p janjallar bo'lar ekan uyda. Shuning uchun buni ozgina ko'ngli solib boshdan topishga harakat qilgan. Lekin hali topishga ham ulgurmagan. Buni qaytarsa bo'ladimi? Buni qaytarsa bo'ladi, lekin ozgina qimmatga tushasiz. Qanchaga? Shu 3 million atrofida bo'ladi. Xullas, ahvoli ko'rib turibsizlar. Men uylanmaganman, hech qanaqa bolam yo'q, lekin yo'q xotinimni qaytarish uchun mendan 3 million so'rayaptilar. Endi hisoblaymiz, fol ochish 200 ming so'm ekan. Qanaqadir ritual, issiq sovuq yoki boshqa amallar qilish $100 dan $1000 gacha borishi mumkin. Fol ochishi o'ziga bir kunda 5 ta odam kelsa, kuniga 1 million, oyiga 30 million bo'lyapti. Undan tashqari sizni xavotirga solib, undan ham ko'p pul ishlashga harakat qiladi. Bu narsani diniy tarafdan olib qarasa qoralanadi. Qonuniy tarafdan bo'lsa 168-modda, ya'ni firibgarlikni hidi kelyapti. Shu uchun bunaqa odamlarga ishonib qolmanglar. Bu videoni shunaqa narsalarga ishonib yuradigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Aytgancha profilimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.